Xo'p, kurtkamni kiyib olaman va zamaguni ham tortib qo'yaman. Xo'p, hammaga salom, sizlar bilan men Kompot va men yangigina videorolimga xush kelibsiz, obunachilarim. Xo'p, obunachilar, bizning qishlog'imizda hozir qanday sovuq mavsum, sovuq oqim kirib kelgan. Mana uji yerlar ham muzlay boshlayapti. Asta-sekinlik bilan ertagami yoki ertadan keyinmi qor bo'ron, ya'ni qor yog'ar ekan qishlog'imizga. Короче, o'sha kuni mazza qilib qishloqlar bilan o'ynaymiz. Xo'p, tashqariga chiqamiz, qani men kurtkamni kiyib olib chiqaman. O, qishloqqa qalaysan, nima gap, tinchmi? Kompot qalaysan, nima gaplar, yaxshimisan? Qishloqqa senga savolim bor-da. Nimaga kurtka kiymading sen? Men kurtka bilan hozir qo'lqopsiz sovushib o'tiribman-da. Sen kurtkasiz yuribsan-da. Qanday o'tiribsan sen? Kompot kulgimni qisqartmasangchi, menga kurtka nima kerak? Kurtka isitishing uchun kerak. Bo'lmasa sen muzlab qolasan-u. Axir ertaga yangiliklarda ko'rmadingmi? Bor yo'qolay Kompot, o'zingga, boshingga ham kurtka kiyapsan. Tushunmadim. Meni kurtkam normalniy turibdi-yu. Nimaga meni kurtkamga yopishib olding sen? Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Suv ham muzlagan hattoki, lekin bu jitilni ya'ni ustida kurtkasi yo'q. Menda kurtka bilan dasha qo'lqopsiz so'g'ishyapman. Nimaga? Bu jitil, mana bu jitilni ustida kurtkasi yo'q. Hamma jitillarni what the fuck, bu jitilni qaranglar. Jitil so'g'ishmayapsanmi? Chiq suvdan. Kompot kulgimni qisqartmasangchi, keyin birga cho'milamiz undan ko'ra. Yo'q, men muzlab o'lib qolishni istamayman. Jitil. Sen qanday nima qilyapsan, bu yerda kurtkasiz o'tiryapsan? Menga mazza, lekin kel qo'g'lasang sen ham cho'ramiz birgalikda. Yo'q, menga kerak emas qishloqqa. Rahmat. Ertaga yangiliklarda qish kelar ekan, ya'ni qor yog'ar ekan. Nimaga sen bu oldindan nima qilyapsan, cho'milyapsan? Ya'ni sen so'g'ishasan va muzlab qolasan ertasi kuni. Men senga aytdim, lekin qara, men seni nima qilmayman, keyin qaramayman men senga. Kompot, o'zing bilasan, men bilmayman, короче. O'zim bilaman, men nima qilishimni. Aql o'rgatma menga. Mayli, qishloqqa sani. Xo'p, obunachilar ko'ryapsizlar, o'zim hattoki qo'lqop so'g'ishyapman, lekin boshqa qishloqlar umuman so'g'ishmayapti. Xo'p, men kofemni ichib olsam, issiqqina yurayman. Kofeda qanaqadir elektrema shunaqasi bor ekan. Qishloqqa sen so'g'ishmayapsanmi ishqilib? Yo'q, Kompot, yo'q, so'g'ishmayapman. Xavotir olma. Aniqmi qishloqqa? Kompot, so'g'ishmayapman. Mayli, lekin yangiliklarda aytish bo'yicha ertaga qor yog'armish. Ana bilaman Kompot. Obunachilar ko'ryapsizlar, nimaga bu jitillarni ham bittasini ham egnida kurtkasi yo'q-da, dashi obunachilar. Xo'p, men nima deymiz endi? Ertaga yangiliklarda aytish bo'yicha qishlog'imizga qor yog'adi. Mayli, ko'ramiz obunachilar. Lollipop. Yo'q. Qishlog'imizga qor yog'ibdi, uji boshlanibdi. Men aytdim obunachilar qor yog'adi deb. Xo'p, sizlar ishomadinglar menimcha. Men kurtkamni kiyaman va zamaguni tortib va tashqariga chiqaman. Yo'q, qishloqlar, sizlar haligacha kurtka kiymadinglarmi eringlarga? Yo'q, Kompot, biz kiymadik, kuldirmasangchi. Bizga bas, hech qachon bizdan sovuq o'tmasa kerak. Qishloqlar, ko'ramiz, lekin hali sizlardan sovuq o'tishini yoki yo'qligini muzlab qolganinglarda sizlar ko'rasizlarki, mahalla meni aytdi deysizlar, lekin qaranglar, lekin qishloqlar, o'zingizlarga qaranglar, men issiqqina uyimda o'tiraman, bo'lmasa qishloqlar, obunachilar ko'ryapsizlarmi? Qishloqlar haligacha kurtka kiymabdi eringlarga. Ya'ni bunaqada so'g'ishib qolishadi, ya'ni muzlab qolishadi-ku obunachilar. What the fuck? Maza qilib uxlabman o'ziyam. Qor yog'ibdi hamma joyga.
Hammaga salom, sizlar bilan men yana Kompot va men yangigina videorolikga xush kelibsizlar. Xo'p, o'zi boshida tanishib bo'luvdik, no mayli. Xo'p, endi men Qorbo'ron o'ynashga kirishaman, jitellar bilan tezroq o'ynagim kelyapti men. Tezroq obunachilar tez qariga chiqsam, jitellar bilan Qorbo'ron o'ynayman. Let's go. Xo'p, savdoni chidamayapti. Xo'p, eshik ochamiz va yopib qo'yamiz. Xo'p, jitel, salom qalaysan, yaxshimisan? Salom jitel, nima gap? Xo'p. Jitel? Sanga nima bo'ldi? Prank qilyapsan menga? Muzlab qoptimi? Bu obunachilar what the fuck? Qanaqasi gap bu? Isanchi prank qilmaylar lekin menga jitellar nima bo'lyapti sizlarga? What the fuck? Wow, nima bo'lyapti? Menga bular prank qilishyapti. Men ishonmayman lekin jitel prank qilayotgan bo'lsanglar ishonmayman jitellar. Ishonmayman lekin nima? Mayli, ishonmayman lekin chiqinglar. Ishonmayman jitellar. Bunda oyog'i ham muzlab qolibdi, qor tagida qolibdi. Olib qo'yamiz, mayli. Ishonmayman lekin jitellar sizlarga. Salom jitel. What the fuck? Senga nima bo'ldi? Sizlarga nima bo'ldi o'zi? Hammanglar menga prank qilyapsizlarmi? Kelishib, hozir shu ko'zi o'chadi, ko'zi yonadi, ya'ni ko'zi ochadi. Yo'q. Nimaga ko'zi yonib maqmayapti? Qimirlamayapti kiprigi. What? Obunachilar menimcha bular prank qilishmayapti. Rostdan ham, lekin bular menimcha ko'rinishlardan muzlab qolishgan. Obunachilar nima qilamiz endi? Obunachilar haligacha qanaqadir o'zlariga kelishmagan. Menimcha bular qanaqadir muzlab qolishgan вообще-то. Obunachilar qaranglar, bu jitel mana bu yerda suv, ya'ni suvda suzayotgan edi-da, ya'ni shunaqa qilayotgan edi. Lekin bu tugi bilan muzlab qolibdi. What the jitellarga qaranglar. Hammasi muzlab qolibdi obunachilar. Mendan tashqari hamma muzlab qolibdi menimcha qishloqlar. Sen ham muzlab qolibsan qishloqi, qimirlamayapti va javob bermayapti. Nima qilsam bo'ladi ekan? Obunachilar o'ylash kerak. Bularni hammasini bitta uyga jamladim. Mana obunachilar ko'rib turganingizdek, bularni endi qandaydir yo'l bilan isitib, muzni eritishimiz kerak. Obunachilar, xo'p, nima qilsam bo'ladi? Menimcha olov yordam beradi-da. Olov mana bu yerga o'tin bilan qo'yamiz va hozir skratdan olovni olaman va obunachilar bular ham ya'ni erishadi muzdan. Xo'p, mana oldim. Endi bu menimcha yordam beradi. Xo'p, tezroq bo'lish kerak. Hop, mana shu yerga qo'ysam, yaxshi. Qani, eryaptimi? Yo'q, hali erishmayapti-da. Lekin bu kichkinagina olovcha hech kimga yetmaydi. Bu yergacha kelmaydi. Menda bitta g'oya bor obunachilar. Xo'p, qani hozir bitta g'oyani ishga solamiz. Voy, shuncha ham kofe olamanmi? Ehtiyot bo'lish kerak, to'kilib ketmasin tag'in. Obunachilar, jitellarga mana kofe oldim. Xo'p, muzlab qolishgan bo'lsa jitellar ichib olishadi. Xo'p, o'chamiz qani. Yo'q, jitellar. Sizlar qanday muzdan chiqdinglar? Xo'p, suv ola olamiz. Suv olish kerak, yaxshi. Kompot. Ay, kompot, kuydab. Kompot, bizga nima bo'ldi? Nimaga beramiz? Jitellar, sizlarga hozir bir boshdan aytib
aytib beraman, sizlar eyninglarga kurtka kiymagansizlar. Men kurtka kiyganman va yagona tirik qolgan odam men bo'lganman. Sizlarni kurtka kiymagansizlar va sizlar muzlab qolgansizlar, qishloqlar, tushunyapsizlarmi? Bekor aytmabsan, Kapot. Men tushundim endi. O'shada bolalar obunachilar eyninglarga sovuq kunda kurtka kiyib yurish kerak. Kapot bo'ldi. Uzr, Kapot bo'ldi bu yog'iga. Endi kurtka kiyishga odatlanamiz bizayam. Bo'ldi, bu boshqa gap qishloqlar. Xo'p, bolalar obunachilar, sizlar videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kapotni obunachilar videolariga like bosinglar va kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana sizlarga endi kofe ichib olinglar, maroqli. Mana bu yerga ham ovqatni qo'yaman. Kapot bo'ldi, kuldirmasangchi. Bo'ldi. Qishloqlar. Hamma obunachilar, sizlar videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Kapotni obunachilar obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Kapotni obunachilar obuna. Kommentga kim shu joygacha ko'rgan bo'lsa, bolalar obunachilar kartoshka so'zini yozib qoldiringlar. Lekin kartoshka so'zi ham yaxshi esinglardan chiqmasin. Shu joygacha kim videoni ko'rgan bo'lsa, kartoshka so'zini yozib qoldiringlar. Xo'p, hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Kompot bo'ldim.